aylanay kelinimdan. Güzel kelinim üzümni. Uzumdan kuyburoğin qo'nizni ko'paytiradi. Nargiz kelin, bitta choy qo'ying-da-yu, Jasmin choydan damlang. Xo'p, bo'ladi oyijon. Oyijon, bugun kechki ovqat qilmaymiz. Chunki oyimlar bizga bir qozon manti yuboradilar. Ovsinib isitib bersalar agar maza qilib ovqatlanamiz. Aylanay qudumdan. Kelimlo, bugun yakshanba. Hamma jo'ginlarni uborka bo'ladi. Pardalarni yechib olingda, yaxshilab yuvib, dazmollab keyin osing. U safargidek g'ijim bo'lmasin. Qo'linglarni shotka qilasiz, ko'chadagi oshxonani tozalab, o'tinini olib, bir chetga qo'yib, tagini ham sipirib oling. Xo'p, bo'ladi. O'rgilar o'zim kelinimdan. Siz faqatgina podakonniklarni changini oling, ko'p o'z urintirmang. Homiladorsiz. Manam homiladorman-ku. Oyijon, tug'ilgan kunlaringiz bilan buni onam sizga berib yubordilar. Bitta rimolmi? Oyijon, mana oyimlar Italiyadan sizga mana shu sovg'ani yubordilar. Oy, qudumdan aylanay. Aylanay kelinlarimdan. Mana ham sizlarga sovg'am bor. Bozor olib chiqaman. Sizga havo yetmayapti. Yupqagina viskosdan bir ikkita dvoykachalar olib beraman. Ketdik. Kelimni biza kelganimizcha siz bir osh damlang. Oyijon, menga berayman qilaman. Yo'q, kelimni uchun. Men sizni kelin emas, qiz qilib olganman. Meni qizlarim dam olishi kerak. Damizda oling. Qiz bo'lmay kel. Shu ikkita qizni yuvmading, yetmaganiga boshlaring bitlab ketgan. Tun aytgan ishlarimni qil. Damizda oling. O'zim qilaman. Ey oyna, aytkinchi, bu dunyoda kim chiroyli? Albatta sen, lekin ustingga kiygan 2 yillik kuylaging juda xunuk. Ham kichkina. Nanajon! Ha, yana nimasindi? 2 yildan beri bitta ko'ylakni kiyaman, teng ana beri yirtiq. Shu yil sentabrga shuni kiyamanmi? Menga mayda bo'lgan bu ko'ylak. Tavba, qo'rqib ketaman nima bo'ldi, o'ynasin nima deb. Hech narsa ham bo'lgani yo'q. Yana 2 yil kiyasan. Qiti joyi kuyganmisa kuyganda. Najo tug'ilganimdan beri akalarim narsa olsang kiyaman. Katta menga ham narsa olib bering. Tanlagan narsa olib berish uchun 2 muddat chiqishim kerak. Bittang katta, bittang mayda. Shunday joy bo'lsinki, katta kichikda hamma narsasi bir joyga bo'lsa, o'sha yerdan borman narsa olsam, yana bir yaxtakina bo'lsin. Unaqa joyda bilmayman deb aytcham. Demak, sizlarga narsa olib bermayman. Siz bilmasangiz biz bilamiz. Sen meni boshimdan aylantirib Romitan olib keldingmi? Ochko'z qarg'a, xohlaganing tanla, olib beraman. Gargamecha o'zicha akasi bilan ikkovi meni Romitanga ko'tarib keldi. Sami bozorda. Sami bozorda men salladan yaxshi bilaman. Mayli, ol xohlaganing tanla. Nanajon, bo'ylik biza ketamizmi? Ishingiz bitdi-da. Endi menga narsa olamiz. Bitta obuf olaman, bitta bundan olaman. Najo. Ha, akbar sho'x. O'g'animiz bitta ko'ylak, bitta burug o'zidan ham Sami bozorni ko'chirib ketdilar. Romitanga narsa qolmaydi. Allohu akbar. Qani kelinlarga Allah, ha, hozir sen. Ey xudoyim, men kelin qilib kun ko'raman devdim, lekin tayyor cho'ri xizmatkorga aylandim. Nanajon, turing, hamon kelayotgan ekanlar. Ammang nima qiladi ammang? Buncha keladi, har yil bir marta kiymasa, o'lib qoladi. Balo yo'q bizning uyimizga ammangga. Ay, onam kasallikdan mazalari yo'q ekan, yotibdilar degan. Davlinalar 200 ga chiqqan onam yotibdilar degan. Nanajon, xolam kelayotgan ekanlar. Hushiga mazasi yo'q deb aytaymi? Xolang? Opajonimmi? Yo'q,
xola gulilola tez bil Ayşe halalga bo'lgin samsacha olgin pechonilardan olgin xolajoning klubniki shokolad yaxshi ko'radi undan ham uni ikkita olib kelgin hamma bo'ltisi Nanajon, dadamni hislari yomon, lekin o'zining hislari yaxshi deysiz a? Ana bundan, 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 bundan. Bundan, bundan, ana bundan, ana bundan. Nanalarga tushunmayman-da. Dadamni hislari kelsalar 3 kilo yog'ni beradilar yoki zavonlaring 2 kilo chiqadi. O'zlarini hislari kelsalar Ayşe haloldan narsa zakaz qiladilar.